Salom, men Verichiman. Sizning shaxsiy yordamchi do'stingizman. Mendan so'rang, men hamma narsani bilaman. What the fuck is siz nima mana bu? What the fuck is Bu menimcha juda ham ajoyib start bo'ldi. Mana bu yerda daraxt bor ekan. Hozir bu daraxtlarni ovolaman. Axir menga keyinchalik baza qurish uchun albatta daraxtlar kerak bo'ladi. Ajoyib. Bu yerda 4 ta daraxt bor ekan. Hammasini oldim. Wow, mana bu yerda ham daraxt bor ekan. Bularni ham ovolaman, qolib ketmasin tag'in. Xo'sh, oxirgi daraxtni olamiz. Yo'q-yo'q, bu ovoz qayerdan kelyapti? Mana bu korobka nima? Bo'lishi mumkin emas. Hozir eshitgan o'zim shu korobkadan kelyaptimi? Bu rostdan o'zi korobkami? Korobkaga ham o'xshamayapti. Yo'q. Qanaqasiga ochsa bo'lar ekan? Ustiga ursa uchib ketar ekan. Qanaqa hozir ichidan nima chiqar ekan? Tavba qilsam hozir ko'ramiz. Oh my god, bu nima kaptokmi? What the heck? Salom, men Verichiman. Sizning shaxsiy yordamchi do'stingizman. Mendan so'rang, men hamma narsani bilaman. Bo'lishi mumkin emas. Nima gapiruvchi kaptokmi bu? Nima deding? Hamma narsani bilaman dedingmi? Bo'lishi mumkin emas. Qanday sen oddiygina kaptokcha hamma narsani bilishing mumkin? Men aldamayapman, rostdan o'zingiz so'rang. Nimani ham so'rardim sendan. Qani seni qanday o'sib bilan? Wow, seni ustingga ursa ovosi bo'lar ekan. Yo'q, qo'yilmaqom. Xo'p, mayli, sen menga yoqding, seni ovolaman. Ismingni nima deding? Mening ismim Verichi. Xo'p, Verichi, qara, hozirga solib beraman. Mana bu hayvonning ismi nima? Bu hayvonning oti bo'ri. Yo'q, qo'yilmaqom, topding. Xo'p, Verichi, endi senga sal qiyinroq savol beraman. Bu atrofda qayerda yaqinroqda qishloq bor? Menimcha bu savolga javob topolmasang kerak-ku. Bo'ri turgan tomonda qishloq bor. Sen mana bu tomonda aytyapsanmi? Ha, aynan o'sha tomonda. Ozgina yursangiz o'sha tomondan qishloq chiqadi. Bo'lishi mumkin emas. Hozir biz o'sha tomonga boramizda. Agar rostdan ham u yerda qishloq bo'lsa, men senga 100% ishonaman hamma narsani bilishingga. Menga ishonavering, shu ham men sizni aldamayman. Bo'ldi, hozir ko'ramizda. Yana ozgina yuraylikchi, menimcha chiqib qolsa kerak u qishloq. Bo'lishi mumkin emas, bu rostdan ham qishloq. Verichi, sen aldamabsan, qo'yilmaqom. Men sizga aytdim-ku, men sizni aldamayman deb. Gap bo'lishi mumkin emas, qo'yilmaqom. Gapiruvchi kaptok qishloq topdi. Bu yaxshigina katta qishloq ekan. Bu yerda ancha-muncha resurs yig'olsak bo'ladi. Verichi, endi sen meni do'stimsan. Rahmat, juda ham xursandman. Afsuslanmang, siz degan umiddaman. Xo'sh, ko'raylikchi, Verichi, bu qishloqda nimalar bor ekan? Mana bu yerda uylar bor ekan, qoyilmaqom. Aytmoqchi, biz o'zimizga axir yashash uchun resurslar yig'ishimiz kerak-ku. Qani Verichi, sen shu yerda o'tirib turchi, men hozir o'zimga verstakdan yog'och kirka yasab olaman, bilasizmi nima uchun? Albatta bilaman, siz yog'och kirka yordamida tosh qazib o'zingizga narsa yasab olmoqchisiz. To'ppa-to'g'ri, Verichi juda ham aqlli. Verichi, senga xohlagan savolni rostdan bersam bo'ladimi? Ha, beravering shu o'qi, men axir hamma narsani bilaman. Xo'sh, 2 kare 2 nechi bo'ladi? 2 kare 2 4 bo'ladi. Yo'q, sen matematikani ham bilasanmi? Xo'sh, qara, senga sal qiyinroq savol beraman. 9567 kare 7861 nechi bo'ladi? 75.206.187 bo'ladi. To'g'ri desam, qo'yilmoqov, sen qayerdan topding? Menimcha to'g'ri bo'lsa kerak, men hisoblab ham ko'rmadim. Xo'sh, endi o'zimizga tosh narsalar yasab olamiz albatta. Verichi, qayerda o'zimizga uy qurishimiz yaxshiroq deb o'ylaysan? Menimcha ochiqroq joy topishingiz kerak. Ha, to'g'ri aytasan rostdan. Verichi, mana buni qara, axir bular yordamida biz o'zimizga ovqat yasa olsak bo'ladi. Ya'ni non yasa olsak bo'ladi. Ya'ni buni pichan qilamiz. Menimcha bilsang kerak. Ha, albatta bilaman. Qani Verichi, sen shu yerga o'tirchi, mana buni qara. O'sha bizda tun ham tushyapti ekan. Hozir men o'zimga non yasab olaman. Albatta bizga non kerak bo'ladi axir. Mana buni qara Verichi. Bir pasda bir kun o'tib ketdi-ya, qoyil. Qancha kun o'tishdan qat'iy nazar, siz meni qutqarganingizdan xursandman. Nima demoqchisan? Umuman tushunmadim. Xo'p, Verichi, bir pasda qorong'u tushdi. Endi menimcha uxlamasak bo'lmaydi. Bo'lmasam zombilarga yem bo'lishimiz mumkin axir. Xayrli tong Verichi, yaxshi dam oldingmi? Yaxshi, rahmat. Bugun juda ham ajoyib kun bo'ladi degan umiddaman. Men ham shunday deb o'ylayman. Bugun Verichi, biz o'zimizga uy qurishimiz kerak, shuning uchun albatta bizga resurslar kerak bo'ladi. Masalan, daraxtlar. Shuning uchun biz bugun daraxt yig'amiz. Shu daraxt haqida qiziqarli fakt aytaymi? Qani aytchi? Siz bitta daraxt blogidan bittadan 32 tagacha narsa yasasangiz bo'ladi. Yo'q, bu haqida bilmagan ekanman, qoyil. Verichi, mana buni qara, kim kelibdi bizni qishlog'imizga? Xo'sh, kompromis nimalar sotasiz? Oh my god, siz pichan bloki izmurt berasizmi? Qo'yilmaqom, mana bu yerda kakras pichan bor edi-da hozir. Qani ko'raylikchi, nechta sotib olar ekansiz? Xo'sh, men 10 ta olib kelgan bo'lsam, sizdan yo'q, atiga 2 tagina oldingizmi? Okey, mayli, sizdan mana bu yerdan daraxt sotsak ham bo'lar ekan, chunki boshqa yaxshiroq narsa ham sotmas ekansiz. Verichi, bu savdo yaxshi bo'ldi deb o'ylaysanmi? Menimcha yo'q, chunki siz daraxtni qo'lingiz bilan ham chopsangiz bo'lar edi. Izmurtga esa boshqa sotib olsangiz bo'lardi. Yo, xudoyim, sen to'g'ri aytasan rostdan ham. Qani mana bu yerga o'tircha, hozir mana shu yerga men hozir bang'alatib uy qurib tashlayman-da, ko'rasan o'zing. Qani mana bu yerga ham qo'yamiz. Okey, bizda 3 tagina blok qoldi. Obbo, bizda blok tugadi. Unda daraxt choping. Yo'q, rostdanmi? Hozir men uchib ketmoqchi edim, qara ya, hazilkash. Okey.
Qani o'tirinchi joyingizga, biz esa uyda qurishni davom ettiramiz. Verite, mana shu yerda menimcha o'zimga qanaqadir shaxtacha qolsam bo'ladi-ya. Ha, albatta, axir siz u yerdan tosh olasiz, tosh esa sizga kerak. Yetar, bo'ldi, shuncha qazib tashladim, u tepaga chiqaylikchi. Verite nima qilyapti ekan? Xo'sh, biz hozir bu toshlar bilan ko'targan devorimizni yopib chiqamiz. Obbo, yana tosh yetmay qoldi. Va nihoyat bo'ldi. Menimcha bu shaxtachamga boshqa tushmasam kerak. Sho'xa, men undan juda ham qo'rqyapman. Kimdan qo'rqyapsan? Mendan boshqa bu yerda hech kim yo'q-ku. U tunda keladi, u juda ham qo'rqinchli. Bo'lishi mumkin emas, bu oddiy Minecraft. Qani bu yerga joylashchi, men esa davomini qurib qo'yay. Va endi biz hozir polni o'zgartirishimiz kerak uyimizni. Mana bu blok juda ham ajoyib mos kelar ekan. Bu bizda yana daraxt qolmadi, ozgina qolganda. Quyosh botishini qarab verasiz, juda ham chiroyli menimcha. Uje bir pasda qo'yli, ikkinchi kun ham tugadi. Xayrli tong, Sho'xa. Xayrli tong verasiz. Menimcha uyimizga qaytishimiz kerak. Ya'ni biz axir polni tugatishimiz kerak-ku uyimizni. Verasiz, senga bitta savol bersam bo'ladimi? Ha, mendan so'rang, men hamma narsani bilaman. Ha, bu juda g'alati bo'lishi mumkin, lekin sen o'zing necha yoshsan? Meni yoshim Minecraftda ham katta. Bo'lishi mumkin emas. Qanaqasi seni yoshing Minecraftdan katta bo'lishi mumkin? Xo'sh, Verite, senga yana bitta savol. Bu qanday qishloqi? Bu juda ham noyob qishloqi. Gaping to'g'ri, chunki bunday qishloqiga kiyimiga bog'liq bo'lgan qishloq yo'q. Xo'sh, Verite, biz o'zimizning ikkinchi etajimizni ham qurishimiz kerak. Shuning uchun mana bu yerga narvon qo'yamiz. Ha, aytgancha biz axir tomni yopish ham esimizdan chiqib ketib qolyapti-yu, buni ham yopib chiqamiz. Verite, boya sen aytding-ku, qanaqadir maxluq haqida. U rostdan ham juda ham qo'rqinchlimi va kelishi mumkinmi biz oldimizga? Ha, u juda ham qo'rqinchli va juda ham ozgina qoldi, u keladi. Qo'rqitmasang-chi, men qishloqda divan o'g'irlab keldim. Ha. Menimcha biroz dekoratsiya bilan shug'ullanish kerak bo'lgan vaqt keldi-yu. Va bizga albatta yana daraxt kerak, to'g'rimi, Verite? Ha, bizga juda ham ko'p bo'lgan daraxtlar kerak. Xo'sh, tepa qismini pastga tugatdim. Mana bu yerga bersak ham qo'ysak bo'lar ekan. Endi buni albatta yoritib chiqamiz. Pastga tushishlikchi bo'ldi. Bu yerda ishimiz tugadi. Qani ekan Verite? Yo'qmi-yo'q, Verite, sening yuzingga nima bo'ldi? Bu tun umuman tinch bo'lmaydi. What the fuck, nimalar deyapsan? To'xtab tur, men bu oynani qo'yib olaylik, keyin gaplashamiz. Qani aytchi, nima bo'ladi bu tun? Bu tun umuman tinch bo'lmaydi. Bitta gapni qaytaraverma, bo'ldi. Mana hammasi yaxshi-yu, hamma yo'q yaxshi, hech nima ko'rinmayapti. Bu tun umuman yaxshi bo'lmaydi. Mana men hozir yotib uxlayman. What the fuck, nimaga uxlamayapman? Umuman uxlamayapman. Nimaga bosilmayapti? Rostdan ham umuman bosilmayapti. Qanaqasiga bosilmashi mumkin, Verite? Nima bo'lyapti o'zi? Qani nima bor ekan? What the fuck is nima mana bu? Yo'q, blok bilan, what the fuck is this? What the fuck? Bu nima edi ismi? Verite, ismini esimga chiqib qoldi. Men bularni yopamiz tezroq. Verite, javob ber. Nima edi u? Nimaga gapirmayapsan? Nima tilingni yutordingmi? Gapir. Men shu yerda qancha o'tira olsam shuncha o'tiraman. Menimcha ertalabgacha o'tirsam kerak. Ertalab bo'lgandan keyin menimcha u maxluq yo'q bo'lib qolsa kerak. Shu yerda bo'lsa ham o'tirib ertalabni kutaman. Voy belim, nima bo'lam, men uxlab qoldimmi? Xayrli tong, Sho'xa, yaxshi dam oldingizmi? Qanaqa yaxshi dam oldingiz? Kecha nima bo'lgani nima? Sening esingda emasmi deyman-da? Nimaga tirjayib olding? Boya nidavolli bo'lib turding-ku, ya'ni kecha. Ming bor uzr, hech narsa esimda emas, nimagadir. Yo'q, mayli, unut. Mana bu bloklarni olishimiz kerak biz. Xo'sh, Verite, bugun biz mana shu ikkinchi etajimizni tomir yopib olishimiz kerak, bir amallab bo'lsa ham. Juda ham ajoyib, atrofini zabor bilan yopganimiz ham juda ham ajoyib bo'ldi. Chunki endi pastga tushib ketib qolmaymiz adashib. Yoki sen ham dumalab tushib ketib qolmaysan. Hazilkash. Verite, bugun bilasanmi, yana biz nima qilamiz? Bugun biz pichan ekamiz, tushunyapsanmi? Mana bu yerga menimcha eksak bo'ladi. Yo'qmi-yo'q, lekin bizda ming afsuski suv yo'q, suv olishga esa paqir ham yo'q-da. Shuning uchun endi ming afsuski borini ekib turamiz. Yana ozgina olib keldim, hozir bitta qilib qo'shib ekib tashlaymiz hammasini. Mana tugatdim. Verite, qani baho berchi, qanaqa chiqdi? Menimcha juda ham ajoyib chiqqan, to'g'rimi? Verite, qachon yomg'ir yog'adi bilmaysanmi? Yomg'ir 5 soniyadan keyin yog'adi. Yo'qmi-yo'q, qanaqasiga yomg'ir yog'dirding hozir sen? Bu juda ham oddiy. Oddiymish, tavba, qaranglar, shunaqa ham bo'lishi mumkinmi? Shunaqa aqlli kaptok, shunaqa dahshat qobiliyatlarga ega bo'lgan kaptok ham bo'lishi mumkinmi? Ya'ni endi bizni hozir urug'larimiz o'sib chiqadi-da, to'g'rimi Verite? Albatta, lekin siz biroz kutishingiz kerak bo'ladi. Keyin uni bemalol pichan qilib, pichanda bemalol non qilib yesangiz bo'ladi. Mana bunaqasiga o'rab qo'ysak ham bo'lar ekan. Qara Verite, juda ham ajoyib chiqdi. Juda ham ajoyib havo bo'layapti, qoyil. To'g'rimi Verite? Qara, juda ham ajoyib havo menimcha. Verite, nega javob bermayapsan? Yo'q, basharingga nima qildi? Nima? Unaqa bo'lib qolding sen? U juda ham yaqinda. Kim yaqinda? Yo'qmi, men umuman cho'mayapman. Bo'ldi, bu Veriteni umuman qo'limga olmayman men. Bu vashshi basharasini qaranglar, sizlar qo'rqinchli bo'lib qolganini. U juda ham yaqinda. O'chire ovozingni, bo'ldi, men uxlayman. Ana yana boshlandi. Yo'qmi, nimaga men uxlamayapman? Oynalarga qaraymiz. Oynalarda hech kim yo'q, lekin baribir uxlamayapman. Menimcha men ko'chaga chiqishim kerak. Xo'sh, qaraymiz, ko'chaga chiqamiz. Mana bu yoqqa qaraymiz, hech narsa yo'q-ku. What the fuck is this? Nima bu? Yo'qmi-yo'q.
Yo, nima bo'lyapti o'zi? Qani nima bor ekan? What the fuck? Juda ham ajoyib havo bo'layapti, qoyil. To'g'rimi, Veritsi? Qara, juda ham ajoyib havo menimcha. Veritsi nega javob bermayapsa? Yo'q, basharingga nima qildi? U juda ham yaqinda. Menimcha men ko'chaga chiqishim kerak. Xo'sh, qaraymiz, ko'chaga chiqamiz. Mana bu yoqqa qaraymiz, hech narsa yo'q-ku ishda. What the fuck? Yo'q. Agar birinchi qismni ko'rmagan bo'lsangiz, uni ham albatta ko'ring. Veritsi, ikkinchi qism. Yo'q, Veritsi o'zgarib qoldi do'stlar. Nima bilan bo'ldi? Unga umuman tushunmayapman. Ana u maxluq meni orqamdan qo'lyapti. Men qochishim kerak. Menimcha o'rmonda chekirib ketsam, u meni topa olmasa kerak. Hozir menda hech qayoqda yashab qolishga boshpanam ham yo'q. Menimcha shu o'rmonda ichida o'tirishim mumkin. Lekin men hali aniqini ham bilmayman. U o'zi Veritsimi yoki yo'qmi? Lekin har safar u kelganda Veritsining yuzi o'zgarayotgan edi. Va men u yerda Veritsini ham tashlab ketdim. Afsus, menga afsus, uni ola olmadim. Aksiga olib yomg'ir ham to'xtamay yog'ib yotibdi. Qayerda yashab qolishim mumkin axir? Endi men mana shu yerda o'tirib kun chiqishini kutishim kerak. Voy belim, umuman qotib qoldi. Boru bu butalar orasida yotish umuman qiyin ekan. Qanday yaxshi tong otibdi, ya'ni quyosh chiqdi va yomg'ir ham to'xtabdi. Endi men o'zimga boshqa boshpana topishim kerak. U qishloqqa men endi hech qachon qaytmayman. Boshqa qishloq qidirishim kerak. Veritsi endi menimcha faqat meni xotiralarimda yashasa kerak. Men qayerdandir qishloqlarning ovozini eshityapman. Bu yaqin atrofda qishloq bo'lsa kerak. Ularning ovozi mana shu o'ng tomondagi tepalikdan kelyapti. Hozirroq biz u yoqqa chiqishimiz kerak. Bo'lishi mumkin emas, ha bu qishloq ekan. Men endi aniq omon qolsam kerak. Va mana bu qishloqning aholilari juda ham yaxshi. Axir men bular bilan narsa oldi sotdi qilsam bo'ladi. Va men hozir o'zimga uy qurishim kerak. Albatta, axir men bu qishloqlarni uyini olib qo'yishim kerak emas. Ana shu tepalikka uycha qurishimiz kerak. Mana bu tomonda o'rmon bor ekan. Hozir biz polni o'rmonda polni yig'ib chiqamiz. Juda ham ko'p bo'lgan daraxtlarni olib. Va nihoyat men o'zimga kerakli bo'lgan daraxtlarni yig'ib oldim va uje boltam ham sindirdim va bir pasda bizda qorong'u ham tushdi. Menimcha qishloqqa qaytishni ayni vaqtda bizga zombilar tashlanyapti. Aksiga olib yomg'ir ham yog'ib yubordi. Qochila qani men uxlasam tezroq kun o'tadi. Juda ham yaxshi uxladim-da bor-ku. Qani sandiqda nimalar bor ekan? Juda ham ajoyib bo'lgan narsalar bor ekan. Mana bunga bir qarang, inventarimiz to'la bo'lib yotibdi bloklarga. Yo'qmi-yo, nimani o'zi kelyapti? Yo meni qulog'imga o'tirib qolgan, yo Veritsining ovozi chiqyapti qayerdandir. Yo'q, Veritsi bu yerda bo'lishi umuman to'g'ri kelmaydi, aqlga sig'maydi axir. Qanday qilib Veritsi bu yerda bo'lib qolishi mumkin? Men qancha metr yugurib kelgan bilasizlarmi bu yerga? Davay, ishlaymiz, nima turibsizlar? Yo, what the heck? Qatdan chiqyapti? Rostdan Veritsi qayerdandir kelgan bu yerga. Borku ovozi kelyapti, kimdir ishlatyapti. Oh my god, Veritsi! Oh, shoqa, o'sha turdingizmi? Men boya sizni oldingizga borganda uxlayotgan ekansiz, uyg'otmagan edim. Yo'q, sen hattoki qorong'u ham kelding. Qorong'uda keldingmi? Qanaqasiga? Qanaqa uzoqdan keldim men bilasanmi? Ha, bilaman, qanaqa uzoqdan kelganingizni. O'zi ham zo'rg'a topdim sizni. Oh my god, bro. O'tgan safar seni deb men qanaqadir monsterga yem bo'lishimga ozgina qolganingda esingda-ye? Yo'q, uzr, negadir men umuman esimga kelmayapti-da shu. O'zi siz nimaga ketib qoldingiz? Yaxshigina uycha qurgan edingiz-ku. Yo, xudoyim, buni yana esidan chiqib ketib qopti. Hamma narsa bo'lishi mumkin emas. Veritsi, shunday ham bo'lishing mumkinmi? Uzr so'rayman, shoqa, uzr so'rayman. Men rostdan ham esimdan chiqib ketib qoldi. Nima bo'lgan edi? Eslatib bering axir. Ha, muhim emas, qo'yaver. Muhimi men va sen tirikmiz. Yo, to'xta, men esimdan ham chiqib ketib qopti. Sen rostdan ham Veritsisan? Men tez qilishim kerak. 2 nechi bo'ladi? 2 5 bo'ladi. Yo, what the heck? Hazillashdim, 2 4 bo'ladi. Hazilkash. Qara Veritsi, hozir biz juda ham ko'p bo'lgan tosh yig'ishimiz kerak. Yo, xudoyim, qo'lim shunaqa og'rib ketdi. Boru, mana bunga bir qarang. Shuncha tosh yig'ib tashladik va kelkamizni ham sindirdik va biz qanaqadir g'or kovlab qo'ydik. Veritsi va biz o'zimizga endi uy qursak ham bo'ladi. Resurslar yig'ib oldik. Hozir biz joy topamiz. Menimcha o'tgan safar aytganingdek tekisroq joy topishimiz kerak. Ha, albatta. Masalan, mana shu oyog'ingizdagini sal tekislasangiz, shu yerga uycha qursangiz ham bo'ladi. Oh, juda ham yaxshi variant. Rahmat aqlli Veritsi. Qarachi Veritsi tekisladi mancha. Menimcha endi bo'ladi-ye? Albatta bo'ladi. Rahmat. Qara mana shu yerga o'tircha, hozir men kichkinagina uycha quraman. Uy menimcha bu yerga qursak g'alati bo'lib qoladi-yo deb o'ylayapman. Shuning uchun uyda boshqa quramiz. Bu yerga qanaqadir ko'rish stansiyasini quramiz. Qurishni boshladik. Ajoyib, endi devorni polностью to'g'irlab chiqamiz. Ajoyib chiqdi-ya Veritsi, mana bunga bir qara.
Wow, ajoyib, rostdan ham zo'r chiqibdi sho'xa. Rahmat, qarsaklar kerak emas. Wow, verisi. Уже birpasda birinchi kun ham o'tdi. Sizda savol bo'lishi mumkin. Qanday tepaga chiqasiz? Albatta, narvon bilan. To'g'rimi, verisi? Ha, to'g'ri, axir uchib chiqmaysiz-ku. X2 hazilkash. Verisi, hozirroq biz tezroq qishloqqa ketmasak, zombilarga yem bo'lishimiz aniq. Xayrli tun, verisi, yaxshi dam ol. Xayrli tong sho'xa, yaxshi dam oldingizmi? Ajoyib dam oldim. Sen o'zing ham yaxshi dam olgansan degan umiddaman. Endi ishni qilak, verisi. Ana uyda oxirigacha bitirishimiz kerak va mana bu ulgurishga to'ldirishimiz kerak. Wow, undan qanaqadir shlem tushdi. Nima bu? Bu misli shlem ekan, lekin zashti ikkisi bor ekan, kiyib olaveramiz. Sho'xa, siz rosa o'zingiz qiynayapsiz-da, tezroq ishingizni qilsangiz yaxshi bo'larmidi? Ha, bo'ldi. Muncha meni urtib tashlading. Qilamiz hozir o'sha ishni. Tepa qismini bitiramiz. Albatta bu yerga zaborlar qo'yamiz, bo'lmasam veriti dumalab tushib ketib qoladi. Hazilkash. Ha. Qani veriti, seni samolyot qilaman. What the heck, tushib ketib qoladi deding. Yo'q. Sho'xa, nima siz meni o'ldirmoqchimisiz? Nimaga otib yordingiz? Yo'q, men seni otib o'rganim yo'q, u qo'limdan chiqib ketib qolding. Ha, qarang, bilmay knopkani bosib yordingiz. Ha, rostdan. Qara endi baho ber. Bo'lmaydi, musor buzib tashlang. What? Okay, verisi. Endi biz mana bu tomonga o'zimizga uy qurishimiz kerak. Tushunyapsanmi? Menimcha mana shu yerda bo'ladi. Bu yo'llarni albatta tekislasangiz bo'ladi deya olaman. Ha, rostdan ham to'g'ri aytasan, bu yo'llarni tekislash kerak. Menimcha juda ham ajoyib tekislash bo'ldi deb o'ylayman. Endi uyni qurishni ham boshlasak bo'ladi. Yana korobka qurasizmi? Ha, boshqa nima ham qura olaman? Arxitektor emasman-ku men senga. Sen mana bu yerda o'tir, ko'p aql o'rgatavermasdan. Okay, uyni qurishni boshlaymiz. Mana bu yerga kiradigan joy bo'ladi, ya'ni bu yerda eshik bo'ladi. Bizda qorong'u tushsa esa, veriti esa ko'chada qolib ketibdi. Veriti, men seni unutib yuboribman, uzr so'rayman, ha. Ha, siz o'zi har doim bizni unutib olasiz. Ha, menimcha uxlash vaqti bo'ldi-yu, veriti, uxlashga yotishimiz kerak. Unda ketdik qishloqqa. Qani meni tez dumalatib olboringchi. Va, o'zim shunaqa maza qilib uxladim, veriti. Seni bilmadim-ku, lekin xurrak otmadim degan umiddaman. Ha, xurrakni ham yolaverar ekansiz. Traktor ham bizdan o'ta olmaydi. Endi esa uyimizni polini bitirib chiqamiz. Ajoyib uychi. Endi esa mana bu yerga ikkinchi etajga chiqadigan joy qilishimiz kerak. Va albatta tomini yopamiz. Bu siz rostdan ham yana korobka qildingiz. Ha, aytdim-ku men senga arxitektor emasman deb. Boyagi shaxtada qolib ketgan ko'mirlarni olib ketamiz. Endi biz qurgan inshootchamizni yoritib chiqishimiz kerak. Albatta tepa qismini ham. Menimcha juda ham chiroyli chiqdi. Ha, chiroylimish. Yo'q qolsangiz ham bo'ladi. Nima, sen hali ham mendan jahling chiqyaptimi? Aytdim-ku senga qo'limdan bilmay chiqib ketib qolding deb. Veriti, bilasan bizga nima yetishmayapti? Tortmi? Qanaqa tort? Jinnimisan, pechga yetishmayapti. Okay, oxirgacha mana bu pechkalarni qo'yamiz va albatta senga o'tiradigan joy ham qo'yib olamiz hozir mana shu yerga. Aynan mana shu yerda o'tirasan. Bizda nimagadir juda ham tez tun tushib qoldi va men qishloqlarni qidiryapman, lekin qishloqda bitta ham qishloqni ko'rmayapman. Qani mana bu uyga kiraylikchi, balki bu yerda bordir. Yo'q, bu yerda ham yo'q. Bu uydachi? Yo'q, bu yerda ham yo'q. Mana bu yerdan yomon hidlar kelyapti. Umuman borku, nimagadir xuddi o'likni hididek borku, umuman menga yoqmayapti va bitta ham qishloq topolmayapman men. Men o'ylayapmanki, uni qanaqadir monster yo shunga o'xshagan narsa yeb ketgan, ya'ni bularda bo'lmasam, hech bo'lmasa bittagina qishloqni men topgan bo'lar edim. Hattoki galam ham yo'q. Nima bo'lsa ham ish qilib bu narsa veriti bilan bog'liq bo'lmasin-da. Veriti, shu yerdamisan? Ha, shu yerdaman. Men hozir qishloqni tekshirdim. U yerda bitta ham qishloqi yo'q. Bo'lishi mumkin emas. O'tgan kuni hamma qishloqlar bor edi-yu. Men ham shunga juda ham hayronman-da. Bu narsa senga bog'liq emasmi? Yo'q, albatta men siz bilan bo'ldim-ku. Ha, rostdan ham to'g'ri aytasan. Sen men bilan eding-ku. Yo, nima, menga ishonmayapsizmi? Yo'q, men senga ishonaman albatta. Lekin qishloqlar yo'q bo'lib qolishi bu juda ham g'alati. Xo'p, unda veriti, men narigi binoga borib ko'raychi, narigi tepalikdagi qurgan binomizga. Ishqilib, u yoqda hammasi tinch bo'lsin. Oh my god. Yo, xudoyim, nima bala bu? Axir o'sha boyaga biz birga o'tgan safar ko'rgan monstrimizni qo'sh, u yerda tezroq qo'shishimiz kerak. Yo'qol, yaqinlashma, umuman kelma meni binoyim ichiga. Veriti, u monster yana keldi. Veriti, meni eshityapsanmi? Ha, u monster yana keldi. Yo, xudoyim, seni yuzing yana o'tgan safargidek qo'rqinchli bo'lib qolibdi. Yo'q. Demak, hammasi senga bog'liq ekan. Mana bu monster ham sen deb kelgan. Yo'q, men sen bilan bu yerda qolaman. Bu nima qilyapti bu yerda? Yo'q, bular hammasi meni yemoqchi bo'lib yotibdi-ku. Men qishloqqa borib yashab olishim kerak. Nimaga uxlamayapman? Yo'q, u meni orqamdan kelibdi. Men boshqa yoqqa yashab olishim kerak tezroq. Eng yaxshi yo'l mana shu hamma o'yinlarni, echkilarni hamma yoqda yopib tashlaymiz. Shunda u bizni qo'rqita olmaydi va biz shu yerda ertalab bo'lishini kutamiz.
Yo xudoyim, belim shunaqa og'riyapti, o'zi ham polda yotib uxladim, hech qayerdan kravat topa olmadim. Biz hozir Veritsining oldiga borib ko'ramiz, Veritsi yaxshimikan? Veritsi shu yerdamisan? Sen bilan hammasi yaxshimi? Ha, xayrli tong shu og'a, yaxshi dam oldingizmi? Yo'q, hozir seni rostdan ham men urib o'ldiraman. Nima, sen rostdan ham islom yebsanmi? Kecha nima bo'lganini, qanaqa monstrlar kelganini, men qochganimni o'ldi. Bo'lishi mumkin emas, men umuman islomiyapman-ku hech narsani. Sen bori umuman hech narsani islomiysan ekan. Yo xudoyim, men nimadir o'ylab topishim kerak. U maxluqni men tuzoqqa tushirishim kerak. Menimcha eng yaxshi yo'l o'sha. Men qayerdan bo'lsa ham lava topib olib kelishim kerak va unga qopqon qurishim kerak. Va nihoyat uyga qaytib oldim. Men to'r paqirib lava olib keldim va hozir biz o'sha maxluq qanaqadir paydo bo'layotgan maxluqga tuzoq quramiz. Undan oldin esa biz hozir uyimizning atrofini devor bilan yopib chiqishimiz kerak. Bo'lmasa u yondan kelib qolishi mumkin va bizning qopqon ish bermaydi. Shuning uchun albatta polностью devor bilan uyimiz atrofini yopib chiqamiz. Menimcha juda ham ajoyib. Endi asosiy o'zi qopqonni o'rnatsak ham bo'ladi. Yurchi Veritsi, ko'chaga chiq, qara, seni olib kelgandim. Yomg'ir ham yog'vordi, o'zi ham bor-ku. Veritsi, qarasa yomg'irni o'chira olasanmi? Yomg'ir 5 so'radan keyin o'chadi. Bo'lishi mumkin emas. Rostdan ham yomg'ir to'xtadi. Qanaqasiga axir? Bu juda ham oddiy. Oddiymi-sha, tavba qilsam. Xo'p, biz qopqonni qurishni boshlagundan mana shu yerda bo'ladi qopqonimiz. Juda ham yaxshi ko'lib oldim. Endi bu yoqqa turib, mana bu lavalarni bu yerga quyib chiqaman. Va oxirgi baqir va buni ham quydim. Va biz buni ustiga mana bunaqasiga lyuk qo'yib chiqishimiz kerak. Chunki buni ochib qo'ysak, moblar buni ko'rmaydi. Veritsi, mana bunga qara, shunchaki juda ham ajoyib chiqgan. Ha, rostdan ham zo'r chiqibdi. Mana bunaqasiga to'liq aylanib, yopilib chiqgan Veritsi, juda ham zo'r. Ha, juda ham zo'r. Mana bu o'rtada esa bizda lava joylashgan. Ko'rishingiz mumkinki, bu yerda lava bor. Oh my god, nima? Veritsi tushib ketib qoldi. Yo'q, Veritsi eshitdim. Oh my god. Yo'q, uzr so'rayman. Men ataylab qilganim yo'q. Iltimos qilaman, umuman men ataylab qilmadim. To'g'risini aytaman, qo'limdan silib chiqib ketib qolding. Uzr so'rayman Veritsi. Iltimos menga bunday qarama. Xo'p, mayli, unutamiz. Oh, Veritsi, bizda qorong'i bo'lyapti. Bu degani boyaga monster kelishi mumkin va bizning qopqonimizni ishlab uni tutishimiz mumkin, ya'ni o'ldirishimiz mumkin. Qanisi mana bu yerga o'tirchi. Xo'sh, bu yerga men fakellarni joylashtirdim. Endi Veritsining oldiga tushamiz. Veritsi, shu yerdamisan? Obbo, seni yuzing nega o'zgarib qoldi? Nega sen mendan hali ham xafamisan? Yo'q, men sizdan xafa emasman. Ko'chaga chiqing. Ko'chaga chiqing nima deganing bu? Meni haydayapsanmi? Ko'chada nima bor? Xo'p, ko'chaga chiqaylik-chi, u yerda nima bor ekan? Yo xudoyim! Veritsi, shu yerdamisan? Ha, shu yerdaman. Men hozir qishloqni tekshirdim. U yerda bitta ham qishloqi yo'q. Oh my god, yo xudoyim. Yo'q, men sen bilan bu yerda qolaman. O'tgan qismlarni ham albatta ko'ring. Veritsi, 3-qism. Yo'q, biz hozir mana bular tezroq ochishimiz kerak. Balki u qopqonga tushib qolar. Qanaqa ochamiz va tez uyga kirib ketamiz. Eshikni yop va tez hozir bloklar bilan yopib tashlashimiz kerak. U uyga kirib ketib qolishi mumkin. Veritsi, meni eshityapsanmi? Nimaga yuzing o'zgarib qoldi? Nimaga? Men axir hech narsa qilganim yo'q-ku senga. Mana tepalarda ham yopishimiz kerak. Ha, to'g'ri, tepadan kirib qolishi ham mumkin. Yo xudoyim, nimaga unday bo'layapti? Hozir menda hech bo'lmasa kravat ham yo'q. Yotib tunni tezroq o'tkazar edim. Bo'lishi mumkin emas. Kimnidirda yonayotgan ovoz chiqyapti. Mana bu yerda buzaylikchi. Oh, Veritsi, men bu monstrlarni o'g'ib tushib ketib qopti-ku. Oh, juda ham yaxshi. Balki u yonib ketar. Lekin ayni paytda ko'chaga chiqish juda ham xavfli. Shuning uchun albatta biz mana shu yerda tunni o'tkazamiz. Boshqa ilojimiz ham yo'q, kravatimiz ham yo'q. Balki yorug' bo'lgandan keyin u o'lar. Belim yomon qotib qoldi. Bizda yorug' bo'ldimi-ekan? Qani ko'raylikchi. Ha, bizda yorug' bo'libdi va nihoyat endi ko'chaga sekin chiqsak bo'ladi. Hozir mana bu bloklarni buzib tashlaychi. Veritsi, yaxshi bo'lib qoldingmi? Hammasi yaxshimi? Ha, hammasi juda ham zo'r. Bugun juda ham ajoyib kun bo'ladi. Yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. Yo xudoyim, yana esdan chiqib ketibdi. Mayli, hech narsani senga eslatmaymiz. Juda ham zo'r. Mana u maxluq yo'q bo'lib qopti va menimcha u olovda yonayotgan edi. Menimcha yonib ketgan bo'lsa kerak. Xo'sh, ko'raylikchi. Qani, ha, u butunlay yonib ketibdi. Juda ham yaxshi. Har ehtimolga qarshi uyimiz atroflarini ham ko'rib chiqamiz. Veritsi, mana u va nihoyat ketibdi yoki bo'lmasam o'lib qolgan. Kim haqida aytyapsiz? Men umuman tushunmayapman. Ha, qo'yaver. Senga bog'liq emas bu narsa. Aniq. Mana bu yerdagi ham, mana bu yerlarga ham bloklar qo'yib tashlabman. Buni ham barini olib tashlaymiz. Axir bo'ldi, yorug' bo'ldi. Qanday yaxshi toza havo. Mana bu yerga o'zimiz tushib ketib qolmaslik uchun yopib tashlaymiz bu yerda. Veritsi, bilasanmi bugun nimalar qilamiz? Juda ham ko'p ishlar bizni kutib turibdi. Yo'q, umuman bilmayman. Ayting, juda ham qiziq. Bugun biz fermerchilik bilan
shug'ullanamiz va o'zimizga agarrot qilamiz. Bugun ko'rasan o'zing va albatta qarashasan ham. Men Qarashaman, hech ham umid qilmang-da. umid qilaman-da, ko'rasan o'zing qarashasan baribir. Men bir o'zim qilmayman-ku barishdi. Undan oldin hali biz umuman hali shaxtaga ham tushganimiz yo'q. Shaxtaga tushib o'zimizga kerak bo'lgan resurslarni olib kelishimiz kerak. Albatta tosh, temir va albatta olmos ham. Aynan shu haqida men sendan o'zi so'ramoqchi edim. Olmosni men o'zi topa olamanmi shaxtada? Ha, albatta topasiz. Shu yo'nalishda to'g'ri tushavering, o'zingiz olmosga duch kelasiz. Bo'lishi mumkin emas. Ha, mayli, tekshirib ko'ramiz albatta. Va biz tayyormiz. Qani olg'a bo'lmasam? Yo xudoyim, juda ham ko'p qazishimiz kerak. U menimcha u pastdagi shaxtaga tushishimizcha mayli, chidaymiz va qaziymiz. Juda ham yaxshi. Bizda birinchi narsa topildi va bu ko'mir. Bularni ham barini olamiz. Obbo, kirkam ham sinib ketdi va bizda menimcha resurs ham yo'q bo'lsa kerak. Hozir men endi resurs olib kelay o'zimga kirka yasash uchun. Ayniqsa ish stoli bizga kerak. Shuni shaxtaga tushishdan oldin daraxtda olish kerak edi shuning uchun. Shuni aytyapman-ku, esimdan chiqib ketibdi. Mana baribir mana bu yerda baribir keraksiz daraxt bor ekan. Ko'mirni qazishni davom ettiramiz. Sho'xa, bizni kuzatayotgan do'stlar, ya'ni kuzatuvchilarga aytadigan gapim bor edi, aytaveraymi? Ha, bemalol aytaver. Keyingi 4-qismda biz xudo xohlasa Sho'xa Play kanalimiz 75 mingta bo'lgandan keyin chiqarmoqchimiz. Shuning uchun agar hali siz obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va tezroq shunday 4-qism chiqadi. Bu juda ham oson, shunchaki pastga tushing va obuna bo'ling. Bu pul talab qilmaydi sizdan. 75 mingta obunachi va biz 4-qismni chiqaramiz. Yaxshi, biz ko'mirni ham qazib oldik. Menimcha yetib qolar. Yo'qmi, mana buni qaraveringiz, ko'chada yomg'ir ham yog'ib yuboribdi. Juda ham yomon bo'libdi-yu. Mayli, unga biz e'tibor bermay temir va olmos qidirishni davom etamiz. Qoyili, o'zi bu kirkani ham sindirishga ulguryapman. Qancha qazdirishganingizni bilasiz, men boru zerikib ketdim bu yerda. Zerikmay tur, o'zing aytding-ku, yana ozgina qolgan bo'lsa kerak. Ha, to'g'ri aytasiz, ozgina qoldi, yana qazing, davom eting. Aytganimdek, o'zingga ham kirka berishimiz kerak. Hazilkashlik qilmang. Ancha muncha kovladim va mana bunaqa g'orcha topdim. Bu yerda menimcha almaz yoki bo'lmasam temir bor deb o'ylayman. Hozir o'zimga fakkel yasab olaydi. Ana endi bu yerga qanday tushish kerakligini o'ylashim kerak. Obbo. Sakrab oring. Jinnimisan sen? O'lib qolishim mumkin. Oppale, eson-omon tushib oldik. Qani ko'raylikchi, bu yerda nima bor ekan? O'zi ham yomon bahaybat ekan-ku mana bu shaxta. Veritsi. Ha, men sizga aytdim, bu katta shaxta bor, tayingizda to'g'ri ketyapsiz deb. Qoyili. Biz hozir o'zimizga pech yasaymiz va unga temirlarimizni qo'yib albatta eritib olamiz. Sho'g'a, sal bu yerlarni yoriting, fakkel qo'ying, men qorong'idan qo'rqaman bilasiz. Okey, bo'l, qo'rqma, hozir fakkel qo'yamiz. Va biz o'zimizga hozir temir kirki yasaymiz va pastga tushamiz, almas qidiramiz. Past va qorong'i Sho'g'a, u yerga fakkel qo'yasizmi o'zi? Ha, pastga tushib olayman axir. Qani mana bu yerlarda ham yo'q chiqamiz, mana bu yerda qara tekis ekanini. Eng qizig'i u pastga qanday tushamiz, shuni umuman tushunmayapman. Mana bu tomonda sekin tushsak bo'ladimi-kan? Sakrab o'rsak bo'lmaydi-da axir. Qo'yavering, hech nima qilmaydi, sakrab oring. Jinni bo'lib qolibsan-ku sen. Qaravering, hozir men senga spetsialist bo'lib turib o'rgataman. Juda ummaga tushib ketib qoldim-ku. Men tagimga blok qo'yib sekin tushmoqchi edim, sakrab o'ribman, oyog'im toyib ketdi. Ko'rdik, siz spetsialist ekansiz. Ko'p gapirmayman, men ataylab qilganim yo'q. Undan ko'ra almas qidiraylik, olmos, ya'ni mana bu yerga o'lgur hamma yoqqa fakkel qo'yib tashlayapman. Mana olmos va buni qazib olamiz. Mana buni qaravering, mana bu yerda mana bunaqa narsa bor ekan. Bu nima o'zi? Men umuman ko'rmagan ekanman oldi. Bu ametist va buni kristaldan siz durbin yasasangiz bo'ladi. Albatta, oling, durbingizga kerak bo'lishi mumkin. Mana bu kristallar aytyapsan, menimcha ha, rostdan mana bu yerdan kristallar tushdi. Yo'q, mana buni kattasini sindirish kerak ekan. Bizda уже 8 ta bo'ldi. Yana olmos. Mana bu yerda ham bor ekan. Mana buni qaravering, mana bunaqa narsani men umuman oldi ko'rmagan ekanman. Nima bo'la o'zi bu? Bu shunaqa skal tarqalgan joy. Yo'qmi, nimaga tashvordingiz meni? Qo'limdan chiqib qoldik. Hozir sekin tushaman. Olaman. Hech ham xavotirlanma, qo'rqma. Qo'rqman bu shu. Qanaqa joyga tashvorganingizni o'zingiz ko'ryapsizmi? Mana bu yerda qanaqa qo'rqinchliligini. Ha, rostdan ham tezroq bo'tdan chiqay. Yomon qo'rqinchli-yu. Mana bu yerda ham olmos. Mana bu yerda ham bor ekan. Bu ketishda biz boyib ketamiz, Sho'g'a. Ha, rostdan ham aytasan, boru biz butun boy bo'lib chiqsak kerak. Mana buni qaravering, naqd 56 ta olmos. Bo'lishi mumkin emas, biz aniq boyimiz. Va nihoyat veritsi, men o'zimga olmos set bilan yig'ib olsam bo'ladi. Mana buni qara shlem va o'zimga mana bunaqa nagrudnik, ishton va oyoq kiyim ham yasab olsam bo'ladi. Va hattoki qilich, bolta va kirka ham. Veritsi, nimaga gapirmayapsan? Obbo, seni yuzingga yana nima qildi? Nimaga yana tirjayib olding? Gapir, nima bo'ldi? Nimaga? Nima qildim? Men hech nima qilmadim. Orqangizga qarang. What? Nima deyapsan? Orqada hech nima yo'q. Oh my god, mana bunga bir qara. Veritsi, qochamiz kerak. Tezroq blogo tepaga chiqishimiz kerak. Yo xudoyim, u qanday tirga qo'yildi? Biz axir uni lavada yoqib yuborgan edik-ku. Sho'xa, siz o'lasiz. Yo'q, bu gapda hech qachon boshqa qaytarma. Veritsi, iltimos qochish kerak. U orqamizdan kelyapti.
Tirjayma Veriti, yaxshi bu, orqaga qayt, iltimos qilaman, o'z pastga o'tiraman seni. Yo'q, siz o'lasiz. Veriti, asabga tegma deyapman men senga, boshqa qaytarma bu gapni. Tezroq, tepaga chiqishimiz kerak. Yo, bu janetga chiqib, orqamizdan chiqishi mumkin. Mana bu yerda bu polni bloklar bilan yopib tashlashimiz kerak. Yo'q, siz o'lasiz. Veriti, men senga aytayapman, boshqa qaytarma deyapman bu gapni. Iltimos o'zingga kel, iltimos qilaman, iltimos. Eng yaxshi variant tezroq tepaga chiqib borib yotib uxlash. Tirjayma dedim men senga, Veriti, hozir boshingni yorib uraman devorga. Tezroq yotib uxlashimiz kerak. Bo'lishi mumkin emas, uni yuzi joyiga qaytdi, qarang unga. Xayrli tong sho'xa, bugun kun juda ham ajoyib bo'ladi. Qoyil, men boru so'z boyligim yetmayapti. Qanaqasiga seni yomon gapirib boru asabim buzyapsan borku, nimaga boya boshqachadek-ku. To'g'risi, gapingizga umuman tushunganim yo'q. Biz kecha oddiygina kelib yotib uxladik. Qondan juda ham ko'p o'lgan olmos topdik. Qoyil maqom Veriti, tasanno senga qarsaklar bo'lsin. Biz orqamizdan monster demak quvlagani sen esingda emas, to'g'rimi? Bo'lishi mumkin emas, rost orqamizdan monster quvladimi? Meni tashlab ketmaysizmi ish qilib? Seni o'sha monsterni oldiga ot urmoqchi edim, borku yomon asabimga tegding. O'lasan sho'xa deb. Yo, bo'lishi mumkin emas. Men siz axir yordamchingiz bo'lsam, qanday o'limtirishim mumkin sizga? Qattan bilay, shu ham qiziq menga. Xo'p, mayli Veriti, uni unutmayli. Biz zato eng muhimi biz ikkalamiz ham tirikmiz va yaxshigina o'ynab yuribmiz. Hozir biz o'zimizni o'sha fermerchilik narsalarimiz qilishimiz uchun mana bu yerda o'zimizga suv olib ketamiz. Ha, suv obi hayot. Qaraya. Qaradim? Beliga tepding hammasini. Xo'sh, endi biz hozir o'zimizga qayerga ferma qurish haqida o'ylashimiz kerak va bizga ozgina urug' ham kerak bo'ladi. Siz yo boshingizni urganmisiz deymanda sho'xa, nima siz qo'lingiz bilan yig'moqchimisiz urug'larni? Ana u yerda hozir suv olib ketgan joyingizda urug'lar bor edi-ku, nimaga olmadingiz? Voy, rostdan. Meni andiq tomim ketyapti. Mana bu yerda shuncha narsa bor-ku, hammasini olib boshqatda eksak bo'ladi o'zimiz joyga. Voy, tavba qilsam. Hammasini yig'ishtira olamiz. Hammasini sipirib olamiz. Bu mana bu yerda pichan ham qolib ketibdi. Qanday men buni ko'rmagan bo'lishimiz mumkin? Bo'lishimiz mumkin emas, bo'lishingiz mumkin. Men axir oyog'im yo'q, o'zingiz yugurib yuribsiz. Qaraya. Qaradim? Yording qaradim deyaverib. Kartoshka sotamiz. Siz kartoshka sotmayapsiz, kartoshka yig'yapsiz. Umuman olganda bu kartoshka ham emas, sabzi. Uff, aqlli. Mana buni ichiga solaymi seni ham Veriti? Hazilkesh. Xo'sh, endi joy topishimiz kerak. Mana shu orqa tomoniga eksak bo'ladi-yu, va Veriti nima deysan? Umuman olganda juda ham ajoyib joy. Hazil bo'lmaydi umuman. Xo'sh, ishga kirishamiz unda. Mana bu yerda buzib tashlaymiz, chunki bu yer mana bu yoqqa kiradigan joy bo'ladi. Albatta, devorsiz hech narsa bitmaydi. Shuning uchun bu yerga devor qurib tashlaymiz. Siz hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib like bosib qo'yishni unutmang. Qarachi Veriti qalli chiqdi, juda ham ajoyib. Ha, juda ham ajoyib. Endi ekib chiqsangiz bo'ladi narsalarni menimcha. Ikkinchi paqirdagi suvni quyamiz va biz ketmonni olib bu yerda ariqchalar qilib chiqamiz. Juda ham g'aroyib. Endi narsalarimizni eksak ham bo'ladi. Bu tomonga esa sabzi ekamiz. Oxiriga esa ozgina lavlagi. Juda ham ajoyib ishni bitirdik. Qoyil maqom. Wow, rosa ham juda ham zo'r chiqdi. Ahlileli, ahlilos. Nima deyapsan? Yo, o'zim shunchaki. Sho'xa, men sizdan anchadan beri bitta narsani so'ramoqchi edim. Maylimi savol bersam? Ha, juda ham qiziq. Qani berchi, nima ekan? Siz yolg'iz yashaysizmi? Yo'q, mana sen bilan birga yashayapman-ku. Yo'q, men haqiqiy hayotni nazarda tutyapman. Haqiqiy hayotda oilam bor, oyim, dadam, singlim, ukam, nima edi? Hayo, o'zim shunchaki qiziqdim. Biz qurgan polisni menimcha yoritib chiqishni ayni vaqti. Biz mana shu ikkinchi etajda oxirigacha o'sha birinchi kun to'g'irlaganimiz yo'qdan mana shu yerda hozir qurib tashlaymiz Veriti. Qani olg'a bo'lmasam. Va nihoyat oxirgi ikkita blok va tugatdim. Ajoyib. Endi zabor qo'yib chiqsak bo'ldi. Qani zabor yasaymiz. Boyomayo. Veriti, bilasanmi hozir men qanaqa xato qildim? Sen mana buni ko'ryapsanmi? Men nima qilaman shuncha narsani men zabor yasamoqchi edim. Shunaqa ham bo'lishi mumkinmi? Bekorga shuncha resurs uvol bo'ldi. Endi yana boshqacha zabor yasaymiz. Zaborni o'rnatamiz va bo'ldik. Menimcha uxlash vaqti bo'lib qoldi-yu, sho'xa. Ha, rostini aytasan, ishga berilib qaramabman ham qorong'i bo'lib qopti. Hozir to'xtachi Veriti, men shu yerga bir ikkita narsalar qo'yib ketaylikchi. Bu ikkinchi etajimiz bizni narsalar eritadigan joy bo'ladi. Shuning uchun bu yerda juda ham ko'p o'lgan pechkalar turadi. Mayli, ertaga ko'rishamiz. Xayrli tun Veriti. Mazza qilib uxladim. Menimcha sen ham yaxshi uxlagansan deb o'ylayman. Hozir biz ozgina tosh olib kelishimiz kerak. Pechkaga bizga tosh yetmay qolgan edi kecha. Ha, rostdan ham to'g'ri aytasiz, ozgina tosh kerak bizga. Tosh qazish operatsiyasi. O'ylamay. Sho'xa, yetib qolar bo'ldi. Ko'zim qamashib ketdi qorong'ida. Ha, rostdan ham bo'ldi, yetib qolar. Pechka yasaymiz, endi joylashtiramiz, yana yasaymiz va bo'ldi, yetadi. Va bu Veriti bizning ofitsialniy eritadigan joyimiz, eritish tizimimiz degan bo'ladi qanaqadir. Voy. Veriti, sen mana bu kristallar bilan durbin yasasa bo'ladi degan eding. Men ko'rmayapman durbinda mana bunaqa narsa yasasak bo'lar ekan lekin. Ha, albatta durbin yasangiz bo'ladi. Mana u durbin. Yaqinlashtirar ekan bu. Ha, nima deb o'yladingiz? Uzoqlashtirish kerak emas-ku? Rostdan ham. Qani ko'chaga chiqaylikchi, naryoqdagi tepalik ko'rish tizimimiz bor. O'sha yoqqa chiqib tepadan ko'rib ko'ramiz hamma yoqqa. Mushuk dedim, yo, pitpildig'im qaydasa. Yana ozgina qoldi. Qara, mana bu yoqalikchi juda ham ajoyib manzara. Mana bunga bir qara. Yo, xudoyim.
4 qism Verisi aytganidek 75 mingta bo'lganimizdan keyin chiqadi. Obuna bo'ling. Adishim yo'q. Oh my god, mana bunga bir qara, mana bunga bir. Mana ozgina qoldi. Qara, mana bu yoqalikki juda ham ajoyib manzara. Mana bunga bir qara. Wow. Verisi haqidagi 4 ta qism bari kanalda mavjud. Verity 4-qism. Bo'lishi mumkin emas. Verity bizni qanaqasiga bunaqa uzoqqa uchirib yubordi? Sho'xa uchirib yuborgani mayli yeb qo'yishi mumkin edi. Rostdan ham to'g'ri aytasan. Aytmoqchi rostdan ham sen u mag'lubiyatni ko'rdingmi? Aytmoqchi, umuman ko'rmayotgan eding-ku sen uni. Ha, ko'rdim, muncha qo'rqinchli-ku. Nima deb o'ylaysan, Verity u yerdan ketdimikan yo borib tekshirib ko'rish kerakmikan? Iloji bo'lsa sekin borib tekshirib ko'rganimiz yaxshi variant. Unda hozir sekin boramiz, Verity. Xo'sh, yana ozgina va sekin qaraymiz. U yo'q bo'lib qopti. Voy xudoga shukr. Ha, to'g'ri aytasan. Agar bu yerda hozir u bo'lganda ikkalamiz ham shunday yeyorardi abetga menimcha. Yo'q, iltimos faqat meni yemasin, siz yesa ham. Jinroqmisan? Nimaga meni yeydi, seni yemaydi ekan? Bilmadim. What the mana buni qaranglar. Verity non yeb o'tiribdi. Va nima, meni ham qornim ochdi. Xo'sh, Verity, qara, bugun qiladigan ishlarimiz juda ham ko'p. Mana bu yo'llarni tozalab, bu yerga zabor qo'yib chiqishimiz kerak va albatta fakellar ham qo'yishimiz kerak. Tushunyapsanmi? Va sen menga juda ham qarashing kerak bo'ladi. Hech men qarashmayman-da, o'zingiz sekin qilavering. Xo'p, hech bo'lmasa bor uydan zabor uchun daraxt topki. Yo'q, juda ham uzoq uyimiz, naryoqdagi oyog'im og'rib qoladi. Voy, erinchoq, mayli hozir o'zimda bor daraxtga yasab turay, keyin olib kelasan, lekin qara. Hech ham umid qilmang-da. Sho'xa, bugun juda ham ajoyib havo bo'lsa kerak, menimcha. Rostdan ham to'g'ri aytasan, bu yerda qora bulutlar ko'rinmayapti. Verity, hech bo'lmasa buni zaborni yasa, zabor qo'yayotganimda nimadir qo'shiqmi aytib tur. Bekorchi o'tiribsan bekordan bekorga. Qo'shiqmi? Qo'shiq, qanaqa qo'shiq yoqtirasiz? Farqi yo'q, aytur. Bekorchi o'tirmasang bo'ldi. Menga ham sal yordaming tegarmidi shunda. Xo'p, eshiting. Hop. Oppa gangamster. Men kulgili qo'shiq aytganim yo'q, shunchaki oddiy qo'shiq ayt. Okey, unda o'zbekcha qo'shiq aytdingmi? Yo'q, o'zbekcha qo'shiqlarni ham bilasanmi? Bo'lishi mumkin emas, ishonmayman. Eshiting. Verity jon ijro etadi. Sochlaringni sariqa, bo'yab nima qilasan? Bo'ldi, Verity, indama, bo'ldi. Kerak emas, qo'shiq aytma. Azoblamagan tinchgina mana buni qurib olay oxirigacha. Xo'sh, yana ozgina qoldi. Menimcha men shuni bozib bu yoqqa qo'yishni boshlasam. Dunyo seni tog'angmas. Yo'q, amaki o'tchangmas. Verity, jim bo'l deyapman men senga. Umuman yoqmayapti. Mana qara, seni deb xato qilib tashlayapman. Ko'k jiguli. Verity, hozir men seni o'ldiraman. Ozgina daraxt yetmay qoldi. Yur, Verity, uydan olib kelaylik. Bo'loqa tez yur orqamdan qolib ketmasdan. Ha, ketyapman mana. Keldingmi? Xo'sh, biz hozir o'zimizga daraxt olib ketishimiz kerak, tushunyapsanmi? Bizda u yoqda zaborga daraxtimiz ozgina yetmay qoldi. Ajoyib, bunda oling daraxtlar tez keyin ketdik. U yoqda bitirib bo'lganimizdiki yana ishlarimiz bor. Verity, tezroq yurgin, musha sekin yurasan-e. Ha, nima, men sizga uchib yugurishim kerak emas, dumalab sekin boryapman. Xo'sh, zabor yasaymiz va ishni tezroq tugataylik. Bo'ri edim, bo'rilarning zo'ri. Verity, o'chir dedim. Xo'sh, fakellar ham qo'yamiz. Albatta, uje bizda chunki qorong'i bo'layapti. Moblar paydo bo'lishi mumkin va bizni yeb ketishi mumkin, albatta. Verity, to'g'rimi? Ha, to'g'ri, lekin siz yeyishi mumkin. Men dumalab qochib ketaman. Qara-ya, meni yeb qo'yar ekanmish. Men bu bir soq. Sen hech ham bo'bursoq emassan-da. Supradagi un urvoq. Hech ham un urvoq unaqa narsada yaralmagan, seni korobkadan topib olganman. Kim al deyapsan? Zabor bilan ishimiz bitdi, Verity. Endi biz mana bu yerga pul bloklar qo'yib, mana bunaqa chiqish joyini yaratishimiz kerak. Xo'p, yaratdingiz ham deylik, keyinchi nima foyda beradi u? Voy, ahmoq, monster kelib qolganda qochishimiz osonroq bo'ladi. Ha, rostdan ham men dumalab qochaman, lekin siz chalinib ketishingiz mumkin. To'g'ri, o'zingizga foyda. Baribirda, sen jim o'tirib turgin, hozir bitirib olay, ungacha jim gapirmay turgin, asabimni buzib borku, jim tur, prosta jim turga iltimos qilaman sendan, bitirib olay, keyin ko'rasan. Yo'qsa, yo'qmasa, bir ummon de. Mana endi baho ber, Verity. Qara, juda ham ajoyib tepaga chiqib ketsak bo'ladi. Faqat bu yerlarni biroz yoritishimiz kerak ekanda, shuning uchun mana bu yerga zabor qo'yib, uni ustiga albatta biz fakel qo'ysak bo'ladi. Qo'yilmoqam rostdan ham zo'r chiqibdi, ishonmagandim. Sen nimaga menga ishonmaysan, jindiroqmisan? Mana bu uje umuman boshqa gap, Verity. Qara, bu yerda hattoki yovuz moblar ham spam bo'lmayapti va bu juda ham zo'r menimcha. Rostdan ham zombi skeletlar endi orqamizdan quvlamaydi. Mana endi aniq ishimiz bitdi. Uyimiz oldigacha bu yerlarni yoritib oldik. Endi uxlasak ham bo'ladi. Kalabokjon, qani yotingchi, yaxshi dam oling. Nyam. Verity, biz mana bu yashagan joyimiz yaxshi turibdimikan? Ha, yaxshi turibdi ekan, qoyil. Va biz mana agrorodga ham o'tib keling, hammasi o'syaptimikan? Qoyil sho'xa ancha o'sib qopti, yaqinda sho'rva qilib ichamiz ekanda. Qanaqa sho'rva? Ha, nima, o'zim sho'rva pishirib beraman, pishvosan ko'rasiz. Bo'ldi, gap esimda qoldi, qara lekin. Endi nimaga unaqa qildingiz qoldi sho'xa buni? Yaxshilab qara, endi biz oldin yugurib yurganimizda suvga tushib ketmaymiz umuman.
shunaqa qilsa bo'ladimi? Yana hamma narsani bilarmish bu kalabuk. Ha nima, meni ham bilmaydigan narsalarim bor. Sho'xa, bitta gap borda, o'rmonda yashab ko'ringiz bir ikki kun. Mana bu tomonda aytyapsanmi? Ha, aynan o'sha o'rmon tomonda o'zimizga kichkina uycha quramiz, shu yerda yashaymiz. Ha, biz uyimiz bor-ku. Ha, uyimiz borligini bilaman, shunchaki bir ikki kun shu yerda yashaymiz deyapman-ku. Ha, men seni tushundim. Sen sayohatga chiqing kelib qopti-da. Ha, uyda zerikib ketdim-ku. Ha, bo'ldi. Hozir mana o'zimizga kerak bo'lgan narsalarni olaylik, sirazi shu tomonga yuguramiz. Urre, biz sayohatga chiqamiz. Ha, bo'ri kelib qolsa qo'rqib ketmaysanmi axir? Ha, yo'q, niga bo'ridan qo'rqaman men, tushuntiramisiz? Bizga baribir yotoq kerak bo'ladi. O'zimizga olmaymiz, mayli, yur qishloqdan olib kelik bitta. Krevatni olamiz. Mana shu kitob jonlarda ham o'qsak bo'lar ekan. Agar biz u yerda zerikib qolsak, kitob o'qib yotamizda. Vo, juda ham yaxshi variantda. O'zingiz o'qib berasiz, men bilmayman harflarni. Harflarni bilmaydi, lekin hamma narsani biladi. Olg'a o'rmon tomon sho'xa. Nima bor kuchim bilan yuguryapman. Bundan ortiq yugurolmayman. Hozir yerga tashima, o'zing dumalab ketasan. Ha, yo'q, mayli, ko'tarib keting. Menimcha mana shu yer juda ham yaxshi joy bo'lsa kerak-a, Veriti. Ha, juda ham ajoyib joy, lekin biroz tor. Ha, mana daraxtlarni olib tashyapman-ku, hozir tozalab chiqaman shuni. Ha, siz qo'lim yo'qda bo'lmasam bolta bersangiz qarashardim. Ha, sen qo'ling bo'lganda bolta berganda ham qarashmasding. Yana ozgina daraxt chopamiz. Alamlar, meni qiynaydi alamlar. Bo'ldi, jimga qo'ying. Sensiz yuragim nobud bo'ladi. Veriti, hozir o'zim nobud qilaman yuragingni. Koptivamini zamonimiz qizlari. Aytgin shularga minmasin Captiva. Shu hozir yelib ketmadingizmi daraxt chopib o'rib? Ha, zerikib ketdim-da shu. Keyin topishmoq aytay sizga. Ayt, qanaqa topishmoq? Jo'jani bolasi nima yeydi? Don yeydi, nima yeydi boshqa? Jo'jani bolasi bo'lmaydi. Rostdan ham qanday? Yedirdim, gaplar yedirdim. Qaraya, bir o'xshab qopti-da. Короче, Veriti, qo'y uni buni, mana buni qara. Mana shu yerlar menimcha bo'lsa kerak, ancha tozalab oldim. Ha, endi shu o'lgur nima barikmi? Nima shularni olib tashlang. Ha, bunaqa narsa yo'q edi-yu, qachon qo'shildi Minecraftga bunaqa narsa? Ha, yangilanishda qo'shilganda. Muncha ko'plar. Xo'sh, Veriti, sen qaraysan, men quraman albatta. Ha, men qarayman, siz korobka qurasiz. Yo'q, korobka emas, ajoyib uycha bo'ladi, ko'rasan. Uyni qurish operatsiyasi davom etyapti va tugab qoldi. Tayyor bo'lib qoldi, Veriti, qara, ajoyib. Ha, korobka-yu, lekin mayli, u boshqacha stilda qilib siz oq daraxt ishlatmaysiz umuman. Ha, shunda aytyapman-ku, ajoyib uycha bo'ladi deb. Ha, bizda tuntishyapti aytmoqchi, Veriti, yon atrofga mana bunaqasiga fakellar qo'yib tashlashimiz kerak. Bo'lmasam yovuz moblar spam bo'lib yeb qo'yishi mumkin bizni. Ha, siz yeyishi mumkin, lekin menga teginmaydi. Ha, yo'q, kalabuklar shirin bo'ladi, adashmasam. Rostdan ham Kalabuk shirin bo'ladi-ya? Ha, shunda men o'zim aytaman, zombiga shu kalabukni ye deb. Unaqa demang. Bizda qorong'i bo'lyapti, Veriti. Men bu yoqqa qarab derazamiz juda ham ajoyib qumizlab o'tiribmiz va tezroq biz aytmoqchi, tomda hal qilishimiz kerak. Yo'q, bizda blok ham yo'q. Ya'ni blok bor, biz tepaga chiqib o'tirib anaqa wow dizaynli tom qilishimiz hozir vaqtimiz yo'q, shuning uchun pul blok bilan qo'yib tashlaymiz. Ha, shu endi so'yiz korobka bo'ldi. Ha, zato Veriti, shu korobka seni yovuz moblardan himoya qiladi, tushunyapsanmi? Ha, gapingiz to'g'ri. Xo'sh, bu yerga biz sandiq qo'ydik, endi bu yerga pechga qo'yamiz va mana bu narsani qo'yamiz. Bu yerga kitob qo'yib bo'lmaydi ekan, lekin menga afsuski, mayli, hozir kitob javon yasaymiz. Mana buni qarab Veriti, juda ham ajoyib. Ha, rostdan ham kitob o'qib yozsak bo'lar ekan. Mayli Veriti, yaxshi dam ol. Ajoyib Veriti, bir pasda tong otibdi. Qoyil, hattoki zombilar ham spam bo'lishga ulgurmabdi. Ha, bunga sabab menimcha Veriti biz qo'ygan fakellar bo'lsa kerak. Ha, shu aniq axir fakellarda oldida o'smaydi-ku. Nima o'smaydi? Uzr, moblar spam bo'lmaydi-yu. Mana buni qara Veriti, mana bu tomonda shuncha gullar bor ekanki, buni barini terib ketamiz va uyimizning oldiga ekamiz, nima deding? Ha, rostdan ham juda ham ajoyib qo'yi. Qani boshladik unda, hamma gullar terib chiqamiz. Mana buni qarang, shu mana bu yerda bunaqa katta gullar ham bor ekan. Wow, qo'yilmoqon birinchi marta ko'rishim buni gullarni, olamiz bularni. Bo'ldi Veriti, menimcha shuncha gulimiz yetadi. Juda ham ko'p olib tashladik o'zi. Endi uni joy topib, hozir mana bu yerlarni tozalayman va shu yerga ekamiz. Qani o'rg'a, meni faqat boshimni urmang bu yerga. O'tirchi mana bu yerga Veriti, qani gullarni ekishni boshlaymiz. Vo, shu o'qi juda ham zo'r chiqyapti-yu. Ha, bilaman. Juda ham yaxshi. Qani oxirgisini piyodagini olamiz va bu tomonga ekamiz va bu yerda balans bo'ladi va juda ham ajoyib ko'rinadi. Qarachi Veriti, baho ber. Vashshi zo'r bor-u, gap yo'q. Endi ke Veriti, mana bu yerga hozir biz mana bu ikkita urug'ni ekamiz. Obbo, bizda boshqa urug' qolmadi. Ha, mayli, o'saversin, yo'qdan ko'ra bor. Juda ham zo'r g'oya keldi-da Veriti. Hozir senga men kichkina uycha qurib beraman. Ko'rasan, zo'r chiqadi. Menga uycha yo'q, rostdan. Ha, hozir ko'rasan, mana kichkinagina uycha bo'ladi, mana shunaqa. Sen esa mana bu yerda o'tirasan, qale. Wow, juda ham zo'r sho'xa, rahmat. Senga albatta eshik kerak bo'ladi, shuning uchun mana eshik olib keldim. Mana endi rostdan ham buni uy desak bo'ladi. Ajoyib. Mana bu umuman boshqa gap. Qara, endi ikkalamizni uyimizga bir-biriga qo'shilgan yo'li bor, dahshati. Wow, gap yo'q. Mana bu yerga esa bunaqa bloklarni qo'yamiz. Sen osonroq dumalab yurishing uchun albatta. Xo'sh, Veriti, sen uyingda bo'lib tur, seni hech kim olib ketib
qolmaydi, qo'rqma, quflab qo'ydim ustingga. Men qishloqqa borib kelay. Bu juda ham ko'p vaqt qolib ketdi. Men hozir Veritini jahli chiqadi. O'sha qorong'i bo'lib qopti. Sho'xa, nima siz meni unutib yubordingizmi? Uzr so'rayman. Veriti ko'p ishim bo'lib ketdi-da, qolib ketib qoldim shu uchun qishloqda. Uzr. Ha, uzrmish, lekin men bu yerda qo'rqib o'tiribman, qorong'i bo'ldi birpasda. Ha, bo'ldi, uzr, jahling chiqmasdan yur, men bilan yotasan, mayli. Bu uyda yotmaysan bir o'zing. Xo'sh, hozir men bir ikkita narsalarni to'g'rilab olay-da, Veriti. Veriti, yuzingga nima qildi? Nima bo'ldi? Nimaga unaqa yomon qo'shiq bo'lyapti? Hey, Veriti, javob ber deyapman men senga. Nima bo'ldi? Ko'chada nima bo'lyapti? Ko'cha tinch-u, ish nima yo'q-u? Yo'q, mana bu nima bala? Yo'q, iltimos menga tegmang. Men sizga hech nima qilganim yo'q. Veritini nima qildingiz? Yo'q, u qimirlayapti. Yo'q, hozir orqamdan quvolishi mumkin. Yo'q, iltimos menga tegmang. Iltimos. Yo'q, men sizga hech nima qilganim yo'q. Yo'q, iltimos tegmang. Yo'q. Tezroq obuna. 5-qism. Nima qo'shiq bo'lyapti? Hey, Veriti, javob ber deyapman men senga. Nima bo'ldi? Ko'chada nima bo'lyapti? Ko'cha tinch-u, ish nima yo'q-u? Yo'q, mana bu nima bala? Yo'q, iltimos menga tegmang. Men sizga hech nima qilganim yo'q. Veritini nima qildingiz? Yo'q, u qimirlayapti. Yo'q, hozir orqamdan quvolishi mumkin. Yo'q, iltimos menga tegmang. Iltimos. Yo'q, men sizga hech nima qilganim yo'q. Yo'q, iltimos tegmang. Yo'q. Veriti 5-oxirgi qism. Yo'q, jin ursin, qochishim kerak. Nimadir boyaga monstr orqamdan kelayotgan bo'lishi mumkin. Tezroq. Veritini ham olar edim, lekin Veritini ola olmadim chunki uni yuzi yo'q bo'lib qolgan edi. Yuzi yo'q bo'lgan payt esa uni olib bo'lmayapti. Yo'q, biz millatdagi eshigimiz nimaga ochiq? Mana bularni tezroq ochamiz, mana bularni ochib tashlashimiz kerak. Balkim tushib qolar o'tgan safarga o'xshab. Oh my god, yana o'sha monstr kelayotgan bo'lishi mumkin. Men o'sha umuman chida olmayman. 4 ta videodan beri uni o'ldira olmayapman va har doim qochib ketyapman. Yo'q, bu bunday davom etishi kerak emas. Xudoga shukr, yon atrofimiz tinch va hozirgi boyagi monstr ko'rinmayapti va ming afsuski naryoqda Veriti qolib ketgan. Ishqilib unga tegmayotgan bo'lsin. Baribir har ehtimolga qarshi bu yerda ochish mumkin bo'lgan joylarda hamma yoqni yopib tashlaymiz. Yo'q. Men yana uxlay olmayapman. Bo'lishi mumkin emas. Hozir axir biz ko'chani tekshirdik-ku, u yerda hech kim yo'q edi. Nimaga uxlay olmayapman men yana? Jin ursin hammasini. Meni boshqa qiladigan ilojim yo'q. Hozir qaytaman. Xo'sh, tayyor bo'lsangiz men sizga buni ko'rsataman. Mana men mod o'rnatdim. Boshqa ilojim yo'q edi. O'zingiz ko'rdingiz, u monsterni biz birinchimi, ikkinchi qismda uni lavaga tushirishga harakat qilib tushirdik ham, lekin u o'lmadi. Keyingi kuni yana keldi. Xo'sh, qani test qilaylikchi? Ha, yaxshi o'tayapti, juda ham yaxshi. Bu qurol bizning oxirgi umidimiz. Men charchab ketdim. Shuning uchun ham bu modni qo'shmasam bo'lmas edi va bizda mana shunchagina o'q bor. Boshqa umuman o'qimiz yo'q. Shuning uchun ham albatta tejab ishlatishimiz kerak. Bu oxirgi yangilik emas, bizda yana bitta yangilik bor. Uni esa keyingi kun ko'rsataman. Hozir esa xayrli tun. Mazza qilib uxladim. Endi esa boyaga aytgan yangiligimga keladigan bo'lsak, do'stlar va kuzatuvchilar, xo'sh, yon atrofga yaxshilab qaraymiz. Hozircha hamma yoq yaxshi, juda ham ajoyib. Agar biz uyimizni bu tomoniga keladigan bo'lsak, Veriti uchun haqiqiy syurpriz bor. Ha, bu haqiqiy tank. Agar biz uni qurol bilan o'ldira olmasak, buni ilojimiz yo'q va tankni ishga tushirmasak bo'lmaydi. Tushunyapsizmi? Va menimcha bu narsalar bilan biz Veritini aniq o'ldiramiz. Ya'ni biz o'zimiz do'stimiz Veritini emas, Veritini orqasidan kelayotgan qanaqadir monstrdi. Hozir do'stlar, aynan yorug' kun, ya'ni hozir kun va biz boya Veritini oldiga borishimiz kerak. Veritini axir biz tashlab ketganmiz. Ana u monstrni oldida bo'lgan payt aytganimdek uni ola olmagan edim. Qurolimizni qo'lga olamiz va asta-sekinlik bilan hamma yoqqa qarab borishimiz kerak. Bilib bo'lmaydi, balki u shu yerdadir. Hozircha ko'rinmayapti, ammo mana bu yerda o'zimizni uylarimiz turibdi va men aynan shu yerda oxirgi marta u monsterni ko'rgan edim va o'zimizni qishlog'imizga yugurib ketgan edim. Xo'sh, mana bu yerda ochamiz va bu yerda Veriti yo'q. O'zimizni uyimizni ko'ramiz. Shu yerga Veritini tashlab ketgan edik. Veriti, qandaysan? Nimaga yana yuzing o'zgarib qoldi? Ha, kechir meni, seni tashlab ketdim, lekin sen qo'limga tushganing yo'q, yuzing yo'q bo'lib qolgan edi. Salom sho'xa. Salom Veriti, nimaga mendan xafasan? Ha, meni tashlab ketibsiz. Men oldingizga topolmadim, xattaligingizni bilmadim. Ha, men o'zimizni eski uyimizga bordim shu yoqqa. Aytayapman-ku senga, kechqurun bo'lganda seni yuzing bu yo'q bo'lib qoldi va orqamdan quvladi ana monster. Sen Veriti, uni buni qo'y. Sen mana bunga bir qara. Sho'xa, menga qaratmang. Nima bu, qurolmi? Ha, qurol bu qo'rqma, bu seni o'ldirishga yoki seni otishga emas, aniga yana monster kelsa uni o'ldirishga. Ha, lekin bilmadim u o'xshaydimi yo'qmi? Men ham shu haqida o'ylayapman. Bu o'xshaydimi yo'qmi, shuni tushunmayapman va buni test qilib ko'rishimiz kerak albatta.
albatta. Veriti, bu faqatgina bu emas. Hozir ya'ni faqatgina qurol qo'shilgani yo'q. Hozir o'zimiz uyimizga borgandan keyin ko'rasan. Yo xudoyim, shu borishimiz ham shart emas. Ko'rib turibman, Nima bu, tankmi? ha, Veriti, to'ppa-to'g'ri topding, bu tank. Agar bu yerga qurol ish bermasa, men tankni ishga tushiraman. Bu yerga gapimni qayta oldim, bu aniq ish beradi. Men ham shunday deb umid qilaman. Xo'sh, Veriti, bu tank bu yerda turib tursin, biz hozir ichkariga kiramiz. U uchun ham albatta biz turadigan joy qolishimiz kerak. Mana buni esa yopib tashlaymiz. Sho'xa, nima qidiryapsiz? Biz boyagi tank uchun joy tayyorlashimiz kerak. U shunchaki ko'chada turibdi, shuning uchun ham hozir men tosh qidirayotgan edim. Bizni toshimiz qolmabdi uje. Ha, o'tgan safar ishlatdik-ku. Rostdan ham esimdan chiqib ketib qopti. Demak, hozir biz Veriti shaxtaga boramiz va juda ham ko'p bo'lgan yana tosh olib kelishimiz kerak. Baribir bizga tosh kerak bo'ladi va mana bu tankga ham joy qilishimiz kerak. Okey, unda ketdik shaxtaga. Ancha bo'lib qoldi bu shaxtaga ham tushmay qo'yganimizga menimcha. Mana bu tomondan tosh qaziymiz. Pastga tushmaymiz. Bizga nima kerak bor Veriti? Ha, gapingizga qo'shilaman. O'zi juda ham qo'rqinchli. Ha, rostdan ham o'zi esingda mana monster qulagani bizni. Aytmoqchi esimda emas deyoding-a. Lekin esimdan siz rosa qo'rqitgansiz meni. Otoraman, otolmoqchi bo'ldim deb. Ha, nima rostda u qulagani esingdami? Esimda emas deyapman-ku. Sen esa o'sha payt o'lasiz sho'xa degansan. Men ataylab qilmaganman. Esimda emas umuman. O, mana bu yerda ko'mir ham bor ekan. Uni ham olamiz. Do'stlar, obunachilar, kuzatuvchilar, agar kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib videoga like bosib qo'yishni unutmang. Ha, gapingga qo'shilaman Veriti. Bizda juda ham ko'p odam kuzatyapti, lekin obuna bilan kuzatayotganlar juda ham kam. Shuning uchun Sho'xani gapiga kirib va iltimos qilaman, meni ham gapingga kiring va obuna bo'lib like bosib qo'ying. Kattakon rahmat. Menimcha Veriti shuncha yig'gan toshimiz yetadi. Endi uyga qaytsak ham bo'ladi. Ha, Sho'xa uyga qaytish kerak rostdan. U yaxshi hali qorong'i bo'lib qolmabdi. Ha, rostdan ham hali qorong'i bo'lmabdi, qoyil, lekin uje boshlanyapti. Ya'ni ko'rdingki, quyosh ancha pastga tushib qopti. Ehtiyot bo'lamiz, hamma tomonga yaxshilab qaraymiz. Aytganimdek Veriti, qara quyosh pastlab qolganini. Xo'sh, tezroq harakat qilish kerak degani bu Veriti. Hozir men mana bu tomondan devor ko'tarib chiqaman va mana bunaqasiga qo'yib chiqib, tankda atrofini o'rayman. Keyin nima bo'ladi? Agar mabodo qayerdandir monster kelib qolsa, tez tankni olib chiqamizda u bilan foydalanamiz. Agar kerak bo'lib qolsa albatta. Ha, mana u nimaga kerak? Ya'ni joyi uchun. Xo'sh, hozir Veriti sekinlik bilan orqa bilan haydaymiz va mana bu joyga to'g'rilashimiz kerak. Ana endi yaxshi. Shu hayotni buqlab olish kerak. Nega unaqa deyapsan? Ha, qorong'i bo'ldi-yu. Ha, bilaman qorong'i bo'lganini, lekin tezroq biz mana bu yerda bitirishimiz kerak, bo'lmasa bo'lmaydi. Voy, inson Sho'xa, bu sirga qolishi mumkin. Ha, bilaman, to'xta, mana endi tank ustidan sakrab bo'lmaydi ekan. Hozir mana bu tomonlarga fakil qo'yib oling. Okey, hamma yoqqa qo'ydik, hamma yoq juda ham yaxshi. Veriti, senga nima qildi? Nega tirjayib olding? Sho'xa, o'zi meni yuzim shunaqa. Yo'q, meni aldama. Yuzing seni unaqa emas edi. Sho'xa, u juda ham yaqinda. Qo'rqitma dedim men senga Veriti, qo'rqitma, u monsterni o'ldirib tashlayman, qo'limda qurol bor. Sho'xa, u ozgina qoldi, kelyapti. Qo'rqitma deyapman men senga Veriti, hozir seni ham otib tashlayman, Jimbo deyapman. Sho'xa, u kelyapti. O'shar ovozingni Veriti, o'ldirib tashlayman hozir. Yo xudoyim, yana o'sha qo'shiq bo'lishi mumkin emas. Veriti, bo'lishi mumkin emas. Tez qo'limizga qurol olamiz. Qani? Mana bu yerda ekan. Otamiz. Xo'sh, sekin oldiga boramiz. Hozircha u bizni ko'rmadimi? Nimaga qimirlamayapti? Yo xudoyim. Okey. Aha. Qani otishga harakat qilib ko'ramiz. Okey. Bizda qurol bor. Asabiylashmaymiz. Yo'q, u qimirlayapti. U o'tirib oldi. Nimaga o'tirib oldi? Otamiz, otishga harakat qilamiz. Qani, o'ldirishga harakat qilamiz. Yo'q, pastga tushib qoldim. Qo'sh, u yuguryapti. U nariga tomonga tushib qoldi. Juda ham yaxshi. O'zi to'xtab qoldi. Bo'lishi mumkin emas. Nima? Men uni o'ldirdimmi? Bo'lishi mumkin emas. Qani u? Nima u meni aldayaptimi yo'q qadar yashin oldimi? Yo'q. O'lib qoldi yoki yo'qolib qoldi. To'xtanglar. Hali xursand bo'lishga erta. Biz Veritini oldiga borishimiz kerak. Veriti qani? Yo'q. Mana u Veriti mana bu yerda o'tiribdi. Sho'xa, qurolingizni tushiring. Veriti, senmisan bu? Tirjayman menga. Oddiy qara, odamga o'xshab qara. Sho'xa, qurolingizni tushiring. Jinni bo'lib qoldingizmi siz? Yo'q, men senga ishonmayman. Nima deganingiz? Senga ishonmayman. Nima u? Men sizga nima qildim? Voy, hozir tirjayib basharang qorong'i qo'rqinchli qilib turuvding-ku. Yo'q, bu
men emas edim. Bo'lishi mumkin emas. Meni monster quvladi, tushunyapsanmi? Men uni avtomat bilan o'ldirishga harakat qildim. Yo xudoyim, Sho'xa, uzr so'rayman. Bu men emas edim. seni topib olgan gaping shu. Har doim shu monster paydo bo'lganda gapirasan-da, keyin o'tib ketgandan keyin esingni chiqib ketib qolgan bo'ladi. Ha, men sizni aldamayapman. Ha, mayli, bo'ldi, mayli. Asabiylashmaymiz, bo'ldi. O'zimni bosdim, bo'ldi. Uzr, senga baqirib tashladim. Mayli, yaxshi dam ol. Hozir uxlashimiz kerak. Mana bir pasda tong otdi Veritsi. Bugun ob-havo qanaqa bo'ladi Veritsi? Bugun bulutli bo'ladi sal. Ha, demak yomg'ir yog'maydi, to'g'rimi? Yo'q, yomg'ir yog'maydi-yu, lekin sal bulutli bo'lishi mumkin. Ha, bo'ldi, rahmat. Demak, biz mana bu qilayotgan ishimizni oxirigacha tezroq bitirib tugatishimizga vaqtimiz yetadi. Ha, menimcha xudo xohlasa yetib qoladi. Aha, bo'ldi, rahmat kattakon ma'lumotlar uchun senga Veritsi. Sho'xa, sizdan bitta narsa so'ramoqchi edim-da. Ha, bemalol so'raver, nima bo'ldi? Agar men ketadigan bo'lib qolsam. Jinnimisan sen? Qayerga ketadi? Qayerga ketadigan bo'lib qolsang? Yo'q, endi so'rayapman-da, agar mabodo men ketadigan bo'lib qolsam. Qayoqqa ketasan? Sen gapir oxirigacha. Yo'q, Sho'xa, bo'ldi, unuting. Yo, tavba, Veritsi, bir xilda shunaqa g'alati hazil qilasan. Xo'sh, oxirgi bloklarni qo'ydim va tankda joylashtirib o'zini joyiga qo'yaman va mana Veritsi tayyor bo'ldi. Juda ham zo'r chiqibdi. Ha, bilaman, rahmat. Xo'sh, Veritsi, sen uyda bo'lib turmay, narigi uyimizga, eski uyimizga borib kelay. Xo'p, u yerda ishlarim bor. Xo'p, mayli Sho'xa, lekin sal ertaroq keling iltimos. Xo'p, kechga yaqin shu yerda bo'laman. Qani tezroq olg'a o'sha tomonga. Va nihoyat yetib keldim va meni o'zimizni narigi uyimizda qiladigan bir ikkita ishlarim bor, to'g'risini aytadigan bo'lsam va o'sha ishlarni qilib bo'lib kechga yaqin endi sekin uyga boramiz. Xo'sh, menimcha bo'p qoldi. Menimcha birpasda o'sha qorong'i ham bo'lgandir. Juda ham ko'p qolib ketib qoldi. Bu o'sha polni qorong'i bo'lib ketibdi. Yo'q, tez qurolimizni qo'limizga olamiz va asta-sekinlik bilan tezroq endi qishlog'imizga boraylik. Veritsini oldiga tezroq borishimiz kerak axir. Ishqilib boyagi monster kelmagan bo'lsin, yon atrofga balaqib qarab turmagan bo'lsin. Lekin u adashmasam boyagi qo'shiq bo'lar edi va o'shanda paydo bo'ladi. Lekin baribir o'zimizni ehtiyotimizni olib hamma tomonga qaraganimiz yaxshiroq. Veritsi, uzr so'rayman. Sen o'zingmisan? Qorong'i bo'ldi, o'zgarib qolmadingmi? Yo'q, Sho'xa, iltimos qurolni tushiring. Ha, bo'ldi. Sen o'zing ekansan. Senga ishondim. Iltimos qilaman, monsterga aylanib ketmagin yana. Yo'q, Sho'xa, bunaqa qilmayman, men hech xavotir olmang. Yaxshi, senga ishondim. Hozir biz nariyoqqa tepaga chiqaylik-da, o'sha yerdan u yoqqa bu yoqqa qaraymiz. O monster agar mo'd kelib qolsa, o'sha tepa ancha biz u yerga chiqa olmaydi. Tushunyapsanmi? Biz uchun yashiradigan joy bo'ladi u yer. O, juda ham yaxshi variant. Ha, bilaman. Hozir tepaga chiqaylik. Hozir sen mana bu yerda o'tirasan va narigi tomonlarga qara. Men esa bu tomonlarga yaxshirab qarayman va mabodo agar kelib qolsa, uni o'ldirishga harakat qilamiz. Veritsi, o'ylaymanki, menimcha bu tun yaxshi bo'ladi. Sen nima deb o'ylaysan? Umuman olganda menda hech qanaqa hozircha ma'lumot yo'q. Nimaga? Sen hamma narsani bilasan-ku? To'g'ri, hamma narsani bilaman, lekin aynan ma'lumot yo'q. Bo'lishi mumkin emas, lekin hech narsa bo'lmayapti-ku. Ha, bilaman. Asabiylashmang Sho'xa, agar mabodo kelib qoladigan bo'lsa, o'zim aytaman. U aytishiga ham shart emas, o'zi qo'shiqmi boshlanyapti har doim. Bo'ldi, asabiylashimman, bo'ldi, qo'limda qurol bor. Agar mabodo kelib qolsa, yana o'tgan safarga o'xshab otib buni haydab yuboraman. Hozircha ko'chaga ko'rib chiqdim. Ko'cha tinch, Veritsi, mayli, yaxshi dam ol. Yaxshi dam oldingizmi Sho'xa? Ha, juda ham yaxshi dam oldim, rahmat. Xo'sh, bugun Veritsi biz umuman boshqa yoqqa boramiz. Bilasanki, bizning qishlog'imizdagi qishloqlar yo'q bo'lib qolgan. Biz esa nariyoqdagi qor buyumdagi qishloqqa boramiz. Juda ham zo'r. Ha, bilaman, juda ham zo'r. Shuning uchun ham o'sha tomonga boramiz va bilasanmi u yoqqa nimaga boryapmiz? Yo'q, bilmayman nimaga. Qara, bilasanki, bizning qishlog'imizdagi qishloqlarni o'sha monster yeb qo'ydi va o'sha qishloqlar uchun kelgan edi o'sha payt. Ha, rostdan ham shunaqa menimcha, lekin meni esimda yo'q. Ha, bilaman, bu narsa seni esingda yo'q, lekin meni esimda bor. Hozir u yoqqa qishloqqa boramiz va u yoqda qishloqlar bo'ladi degan umiddaman. Va u qishloqlarni biz shunday ishlatamizki, ularni oldiga xuddi yeyishga monster keladi, biz esa uni o'ldirishga harakat qilamiz avtomatsion orqali. Juda ham zo'r idea. Ha, bilaman, unda olg'a qishloqqa. Yo'q, birpasda kelib qolibmizmi? Shunga hayronman, birpasda hangama qilib kelib qolibmiz qishloqqa. Va mana ko'rib tursanki, bu yerda qishloqlar bor. Yo, assalomu alaykum. Qurolingizni tushiring, nimaga menga uni oqtiryapsiz? Uzr so'rayman. Bu qurol siz uchun emas va men sizdan bir ikkita narsalar so'ramoqchi edim. Bizning qishlog'imizni, qarochi, mana yoqda bizning qishlog'imiz bor, hozir ko'rsatgan tomonimizda. Xo'sh, nima qilay shunga men? Bizning qishlog'imizdagi qishloqlar
yo'qolib qoldi. Shuning uchun ham sizlarni qishloqlaringda 1-2 kun yashab tursak bo'ladimi? Bemalol yashayveringlar, unga qarshi emasmiz. Ha, bo'ldi, rahmat. Juda ham g'alati qishloq ekan qishloq, ha? Sezdim, jim eshitib qolmasin, tag'in qishloqdan haydab yuboradi. Xo'sh, Veritsi, endi biz tun bo'lishini kutishimiz kerak va u monstr albatta tunda keladi va uni o'ldiramiz. Shuningga, Ungacha nima qilmoqchisiz? men shunchaki qishloqdagi sanoqlarni ko'rib chiqib, uning ichida nimalar bor ekan, shularni olib chiqaman. Yo'q, qishloqlarda ovozi pasayib qoldimi? Nima qorong'u bo'ldimi ekan? Ha, shu o'sha qorong'i bo'lib qolibdi. Ha, bildim. Xo'sh, qurolni qo'limizga olamiz va yaxshilab hamma tomonga qaraymiz va shay turishimiz kerak uni o'ldirishga. Okey, shu sizga ishonaman. Ha, men ham o'zimga ishonaman. Okey, endi kutamiz Veritsi uni. Xo'sh, sen mana bu yerga o'tir va yon atrofga yaxshilab qara. Xo'p, bo'ladi. Qarab o'tiraman men. Aha, tushunarli. Yo, Veritsi. Ana yana, obbo, mana o'sha yana monster. Okey. Vahimaga tushmaymiz. Vahima qilmaymiz. O'tgan safar uni quvurganmiz va bu safar ham kuchimiz yetadi. Veritsi o'lgur yana meni aldab, u yana yuzi yo'q bo'lib qoldi. Xo'p, hozircha uni kutamiz. Shunchaki yugurishni boshlashini kutishimiz kerak. Bu bilasizmi nimaga keldi? Chunki bu yerda qishloqlar bor. Menimcha shuning uchun deb o'ylayman. Ishqilib tinchlik bo'lsin. U Veritsiga teginmasin-da, ana o'tirib oldi, hozir yuguradi. Men tayyorman. Vahima qilmayman. Men seni bemalol o'ldiraman. Yo xudo, yugurishni boshladi. Ot, qo'limda hali ham qurol bor va tepaga chiqib olganman. Buni tez yugurishiga bir qarang. Veritsi, o'zingni bos, iltimos qilaman. Agar rostdan ham sen monsterga aylangan bo'lsang, iltimos qilaman, o'zingni bos. U naryoqdagi kaptok Veritsi chunki yuzi yo'q bo'lib qoldi va har doim sen paydo bo'lyapsan. Yo xudo, iltimos qilaman. Cho'mizni o'ldirishga harakat qilay. O'ldiray hech bo'lmasa, borib kuchadigan bo'lsa, meni yo'q qilib yuboradi. Jenursin, qurol yordam bermayapti. Men tankka olib kelishim kerak yoki bo'lmasam tankni oldiga buni aldab olib borishim kerak va tank bilan buni yo'q qilishim kerak. Yo xudo, ish qilib orqamdan yugursin. Tezroq yugur, tezroq. Yetib olsa yo'q qilaveradi. Tezroq tankni olib kelish kerak. Yo xudoyim, bo'lishi mumkin emas. Yorug' bo'lyapti. Tezroq qishloqqa qaytamiz. Ovozi to'xtab qoldi, lekin bu aldayotgan bo'lishi mumkin ehtimolga qarshi hamma yoqqa qarashimiz kerak. Yo xudo, hozir biz tezroq Veritsini topishimiz kerak. U yaxshimikan? Agar uni yuzi yo'q bo'lib qolgan bo'lsa, u hali ham monster bo'lib yurgan bo'ladi. Qani u qayerda edi? Mana bu yerda u. Shu. Yo'q, men senga ishonmayman. Hozir sen monsterga aylanib meni qo'layotgan eding. Shu, men piyodaman, bu yoqqa keling. Yo'q, iltimos, yana esimdan chiqib ketdi dema. Ha, nima esimda emas, nima bo'ldi? Yo'q, iltimos, unday qilma. Iltimos, hozir sen yana qanaqa yuzing yo'q bo'lib qoldi va qo'shiq paydo bo'ldi va monsterga aylanib meni quvlading. Bo'lishi mumkin emas. Nega unda siz tiriksiz? Ha, men tomni ustiga chiqib qoldim va uni otishga harakat qildim, lekin o'ldira olmadim, u yo'q bo'lib qoldi. Bo'lishi mumkin emas, ishonmayman. Ha, sen o'z ishlarsiga ishonmaysan, har doim shunaqa qilasan. O'zingizni bosing, sho'g'a, menda nima ayb? Ha, mayli, mana buni qara, bu yerda hattoki bitta ham qishloqi yo'q, hammasini yeb ketdi monster. Mayli, xo'p, o'zimizni bosamiz. Undan ko'ra qishloqimizga qaytaylik. Dunyo sizni to'g'raymiz. Veritsi, hozir hazil qilishni vaqti emas. Yo'q, men kelayotganmiz. Ataylab qilyapsan hozir? Ha, biroz kayfiyatingizni ko'taray dedim-da, asabiylashyapsiz. Mayli, rahmat. Va nihoyat mana uyimizning oldiga kelib oldik. Qani atrofga qaraylikchi, hech nima o'zgarmadimi? Bizni tankimiz turibdimi? Yo'q, qani tankimiz bizni? Bo'lishi mumkin emas, yo'q, qani tankimiz? Jenursin, Veritsi, biz qishloqda bo'lmagan paytimiz u monsterga buni buzib ketibdi-ku. Obbo. Mayli, asabiylashma. Bo'ldi, jim bo'ldi, mayli. Hech qisi yo'q. Bizda har tugul qurolimiz bor. Sho'x, sizga juda ham muhim gapim bor. Bemol, ayt, nima bo'ldi? Menimcha ketadigan vaqtim bo'ldi. Nima demoqchisan? Qayerga ketasan? Jinni bo'lib qoldingmi? Ha, sho'x, noto'g'ri eshitmadingiz. Men ketish vaqtim bo'ldi. Qayoqqa ketasan, inson? To'g'risini aytadigan bo'lsam, siz bilan ancha vaqt o'tkazdim. Sizga kattakon rahmat. Rahmat aytma, jinni, sen meni do'stimsan. Ha, bilaman. Siz bilan vaqt o'tkazish men uchun juda ham maroqli o'tdi. Lekin men dunyo kezishim kerak. Boshqa o'yinlarni topishim kerak. Bu Veritsi, iltimos unday qilmagin. Sho'x, iltimos mendan xafa bo'lmang va sandig'ingizdagi kemani oling. Yo'q, ishqib suzib ketaman dema. Ha, men suzib ketishim kerak. Meni kutishyapti. Bo'lishi mumkin emas. Iltimos, sho'x, aytganimga kiring va iltimosimni bajaring. Men sizga hali umuman iltimos qilmaganman. Yo'q, Veritsi, unaqa qilmagin. Sho'x, iltimos, xafa bo'lmang deyapman-ku. Ish qilib qaytib kelasanmi? Ha, uzoq kelajakda albatta qaytaman. Nimaga uzoq kelajakda? Endi uni vaqt ko'rsatadi. Ish qilib qaytib kelsang bo'ldi, Veritsi. Men seni intiqlik bilan kutaman. Xo'p, meni unutib yubormagin. Yo'q, sizni umuman unutib olmayman. Nimaga unaqa deyapsiz? Endi-da, ko'p o'yinchilar topaman deyapsan, boshqalarni o'ylab meni unutib olmaysanmi? Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Albatta qaytaman. Veritsi, balki
balki yana bir bor o'ylab ko'rarsan ketmassan a? Yo'q, sho'xa, meni qarorim qat'iy, aytganimdek meni kutishyapti. O'sha kutayotgan odamni topsam o'ldirib tashlardim lekin. Yo'q, u meni oilam. Unda uzr so'rayman. Sho'xa obunachilar, agar meni eshitayotgan bo'lsangiz, hozirroq obuna bo'ling. Agar meni tezroq qaytishni xohlasangiz, pastga tushing va obuna bo'ling. Qancha ko'p odam obuna bo'lsa va izohlarga ko'p odam yozsa, men shuncha tezroq qaytaman. Hammaga rahmat. Xayr, sho'xa, ko'rishguncha. Mayli, yaxshi e'tibor bering, ehtiyot bo'lgin, meni unutib yubormagin. Yo'q, sizni unutib yubormayman. Ko'rishguncha hammaga. O'zingni ehtiyot qil. Yo xudoyim, do'stlar, mana Verity ham ketdi. Bo'lishi mumkin emas, nahotki. Men endi kim bilan o'ynayman? Kim meni har doim kuldiradi? Yo. Sizdan iltimos Verity aytganini qiling va men ham juda ham xohlayman u tezroq qaytishini. Balki siz ham xohlarsiz. Shuning uchun iltimos obuna bo'ling. Mayli endi. Bilmadim men qanaqa video olaman endi. Verity ham ketib qoldi. Keyingi videoda ko'rishguncha.